46 bab. Qashqar xalqini ishg'ol qilishning ochquchi bo'lgan Yangisar qal'asining ilinganligining bayoni. Yangisarni ishg'ol qilish Qashqar mamlakatini ishg'ol qilishning ochquchi edi. Bu ahvol mundaq bo'lib o'tdi. Tarixning Hijriya 920-yili Rajab oyining 1-kuni. Hijriya 920-yili Rajab oyining 1-kuni, milodiya 1514-yili 8-ayning 22-kuniga to'g'ri keldi. Idi. Yangisar qal'asining atrofi mo'ljar. Mo'ljar, o'rin, mo'lchar, harbiy nishon qilib taqsim qilindi. Xon qal'aga yaqin bir yerga tushdi. Shu qadar yaqin ediki, agar sepildan o'q atsa, xon tushgan yerning to'pisidagi yorga yetadi. Mo'ljarning taqsimlanishi mundaq bo'ldi. Shimol tarafdan mo'ljar elish mumkin emas edi. Chunki qal'aning shimol tarafi cho'nqur yer. Laxma qo'lashning imkoniyati yo'q edi. Shu sababdan qal'aning shimol tarafi mo'ljarga kirgizilmadi. Qal'aning kunpetish tarafdagi birinchi burji. Burj qal'a tomlarining ustidagi munar. Ne xon o'zi boshliq qo'l bahodirlar. Ular hamisha xonning mulozimida bo'ladi. Hech qaysi qo'shinga tava emas edi. Mo'ljar qilib oldi. Ya'ni shu kuni o'ltirish tarafidan xonning bir yanida qal'aning yana bir burji Faqir Muhammad Haydarga qaror topdi. Faqirning o'ng yanimda bir burjini Mirza Ali Tag'ay, Qutlug' Mirak Mirza va Bakrika Mirzalar bir lahmiga sherik bo'lib mo'ljar qilib oldi. Bularning yenidan bir burjini Baba Sarix Mirza va Shohbaz Mirzalar oldi hamda Bakrin. Bakrin boshqa tarixiy kitoblarda Baharin deb e'lonlangan muharrirdan jamoati bilan birga bir lahmiga mas'ul bo'ldi. Mirza Muhammad Beg bilan Beg Muhammad Beg bir lahmiga sherik bo'ldi. Bularning yinida bir burush bo'lib, janub tarafga moyil edi. Uni Janaka Mirza. Janaka Mirza Xanzucha nashrda Janka Mirza deyilgan muharrirdan va Beshka Mirzalar mo'ljar qilib oldi. Janub tarafda bir lahmini Munka Beg mo'ljar qilib oldi. Onun yenidan bir lahmini Mir Ayubning o'rniga o'ltirgan Mir Muhammad talib oldi. Onun yenida Mir Qambar, Ali Mirak Barlas. Bularning yenida Mir Doim Ali, onun yenida Qora Quloq Mirza, onun yenida Saydu Muhammad Mirza mo'ljar oldi. Qal'aning kun chiqish tarafimi shimol tarafiga o'xshash egiz yor edi. U tarafga kuch ishlatilmadi. 5 kunduz tirishchilik ko'rsatildi. Har qaysi amirlar o'z mo'ljarlarining lahmisi uchun butkul vujudi bor kuchi bilan kirishib, barliq soy sabablarni ko'rsatishdi. Hazrati Xonga qaror topgan lahmidagi bahodirlarning qattiq tirishchiligi va Hazrati Xonning davlat iqbolining barakatidan 5-kuni qal'aning bu burji Palak burjidek ravon bo'ldi. Osmon bilan bo'y talashgan bu buruj yer bilan yakson bo'ldi. Ammo sepilning asli qismidan ozroq qolib qoldi. Bu kuni hammalar hasilab tirishchilik ko'rsatdi. Hamma lahmlar shu darajaga yetdiki, ozroq kuchsila sepil yiqilgudek holga kelib qoldi. Hamma burjlardan mustahkamroq bir buruj bor edi. Uningga Jonatga Mirza bilan Beshki Mirza mas'ul bo'lib, lahma urvatdi. Ular tagdan toki 60 gaz cho'nqurliqcha qo'l edi. Shu ahvol asnosida Hoji Ali Bahodirning kishilari Aliga otliq bir sardarni yana bir necha sardarlar bilan birga tutib elib keldi. Bu Aliga Yangisar qal'asining amiri Amin Darug'aning o'g'li edi. Amin Darug'a Mirza Abubakirning mo'tvar kishilaridan edi. Shunga Yangisar qal'asining mudofaasiga aloqador zarur ishlarni butunlay Amin Darug'aga topshirgan edi. Bu Aligani tutib kelish voqeasi mundaq yuz bergan edi. Mirza Abubakir Yangisarga berib xonning lashkarlarini chekindirish niyatida Yorkanda nurg'un lashkar va sanoqsiz aslahalarni tayyor qilgan edi. U lashkarlar ichidan bir qancha kishini tanlab Qizilda qorovullik qilib turishga avatgan. Ularga Yangisarning ahvollari haqidagi xabarlarni anglab kelishni topshirgan edi va shuningga qarab bir fikrga kelmoqchi edi. Yuqorida nomi tilga ilingan Vali Begning inisini bu bir to'p jamoatga sardor qilib avatgan edi. Bular Qizilga yetib keldi-da, Mo'g'ulning qaravullari bu yerda emish degan xabarni angladi. Ularning tushgan yerini aniqlab shu kechasi Hoji Ali Bahodirga Shabxun kechadagi tuyuqsiz hujum, tundagi bosqin
urdi. Bu vaqtda Hoji Ali Bahodir boshliq hamma lashkarlar toza uxlayotgan edi. Nag'ri dumboq suran cho'qan va nari g'ovg'a sadolari ko'tarilganda uyqudan uyg'onishdi rubai. Kecha irdi qatron masallik sipah. Nasara payda ne yerdin nama. Ne düşman pedalar irdi ne dost biri birsidan yirtishur irdi post. Sada çekti bu kecha Şemşer keman kesip oldi pil quyruqdan arslan. Bas bular uyqudan uyg'onib sarı samiga tushib hushlarini yo'qotib qo'yishdi. Hammasi aql idriklaridan ayrılıb öz-özüdən və xaloyiqning bexabar bo'lib ilojisiz və ixtiyorsiz qechishga yuzlandi. Misra. Yiqilib qo'pib qochdilar har taraf. Faqat Hoji Ali Bahodirlar himmat tizginini qo'ldan bermadi. Jur'at etaklarini mahkam tutdi. Yuguruk oyoqlarini muqimlik o'rni ustiga qo'ydi. U qochmasdan bir qaror turib, o'ziga tava kishilarning etini bir-birlab chaqiratdi. Uning ovozini anglaganlarning hammasi uning oldiga yetib keladi. Shunda qilib Hoji Ali Bahodirning tavallaridan bir necha kishi uning huzuriga yig'ildi. Ularmi o'zining tavallari va do'stlarining ismini yuqori ovoz bilan bir-birlab chaqirishga boshladi. Qechib ketayotgan bir muncha jamoat bir yerlarga borganda hushlariga keldi. Diqqat qilgan edi, quloqlarga do'stlarining ovozi anglandi. Shuningdan keyin ko'nglini to'xtatib, yuraklanib orqasiga yondi va Hoji Ali Bahodirning huzuriga yetib kelishdi. Ular qorong'u kechada bir-birlariga o'q etishardi. Qorong'u kecha yo'riq tongga almashdi. Tutishayotgan ikki taraf bir-birini aniq ko'rdi. Shuningdan keyin dushman o'zining oz ekanligini sezdi. Chunki Pir Ali Begning tavasidagilar 100 kishi, Hoji Ali Bahodirning tavasidagilar 300 kishi edi. Kecha qorong'uligida ular bir-birining oz ko'pligining bexabar urush qilgan edi. Pir Ali Beg qarab turib ko'rdiki, qechib qutulish nomardlikdir. Himmat bilan o'lish mardonlikdir. Shunga u yerga yaqin yerda bir bog' bor edi. Shu bog'ga bekindi. Jahonni yo'ritquchi quyosh texi to'liq ko'tarilib bo'lmay turibla u jamoatning umr quyoshi zavolliq manziliga yetib qoldi. U 100 kishidan 2 kishi ilgari qechib ketgan edi. Shularla qutulib qilib Mirza Abubakirga xabar elib bordi. Qolganlarning hammasi yo'qotildi. Mazkur alikani Yorkent ahvollarini aniqlash uchun o'ldirmay, o'ldirganlarning beshini uning bo'yniga esib yordar holatda xonning g'olib dargohiga avatdi. Cho'sh vaqti bo'lgan edi. Alikani xonning huzuriga elib kelishdi. Alikadan Mirza Abubakirning ahvollari va Yorkentning xabarini so'rdi. Alika mundaq dedi: Mirza Abubakir barliq lashkariy aslahalarni tayyorlab turyapti. Hamma kishilarga ma'lumki, Mirza Abubakirning ot, qo'ral yaroq, dobulg'u quyoq va boshqa harbiy uskunalar, urush asboblari jihatda hech qanday kam kutisi yo'q. Balki o'zining lashkarining 100 hassa ko'p lashkarlarga yetgudak asbob va aslahalari taxmitaq tayyordir. Ammo o'zlarining kuch-quvvati va fatih nusrati bilan saltanat asosini va hukumat binosining ulini barpo qilgan lashkar boshliqlari, donliq amirlar va mardona palvonlarni u o'zi yo'qliq pardasi ichiga yo'llayapti. Mana endi u lashkar tayyorlayapti. Butkul dehqonlar va shahar bozordagi kasb fuqarolar orasidan odam tanlab lashkar qatoriga ilib turyapti. Ularning birini amir, birini vazir, yana birini sohib tadbir maslahatchi qilib tayinlayapti. Ömür ichida cho'mish dastasi va umash qachisidan boshqa narsani qo'lga ilib baxmagan bu fuqarolar endi qaysi qo'llar bilan Şemşer sepini tuta olsin, qaysi qo'llar bilan tadbir tizginlarini tuta olsin. Gerçi Mirza Abubakir bu ishga ko'p tirishchiliklarni ko'rsatib turayotgan bo'lsa-mu, ammo shuni aniq bilamanki, uning murodi hosil bo'lmaydi. Uning bu buzuq xiyoli amaliyot olamiga paydo bo'la olmaydi. Alika shu so'zlarni deb Mirza Abubakirning yangi sarga kelmaydiganligini aytib, to'liq mubolag'alarni qildi. Uning so'zlariga hech kim ishonmadi. Hammaylan bu hozir balo qazo qaynimida cho'kib ketyapti. Shunga mushu vosita bilan nijotliq sohiliga chiqib olishni ko'zlab xushamat etikiga qo'l so'zyapti deb gumon qilishdi. Namozsham vaqt bo'lgan edi. Hoji Ali Bahodirning kishilari yana bir odamni tutib olib keldi. Ular bu qechib ketdi. Mirza Abubakir zo'r qo'shinni tayyorlab Yorkentdan chiqib, Yorkentdan 2 farsang yiroqlikdagi yerga kelib tushibdi. Men shu yerni qechib keldim deydi dedi. Bu so'zga ba'zilar ishonmadi. Bu Mirza Abubakirning hiylasi bo'lishi mumkin.
u mushundaq usul bilan Yenisar muhasirasini keyiniga surib, vaqtni so'zish uchun bu ishni qilgan bo'lsa kerak deb gumon qilishdi. Shunga u odamni qiyin qista qoldi. Shu qadar qiyin ediki, u odam qiynaqda o'ldi. Ammo yuqorida degan so'zdan boshqa so'zni qilmadi. Ondan uning so'ziga ishonishdi. Shuningdan keyin hamma amirlar maslahat qilib, bugun kecha muhasirasini qo'yib turib, hamma lashkarni ilib berib, Mirza Abubakirning yo'lini to'saydi. Ular bilan Yenisar lashkarlari qo'shilmasda, uning bilan urush qilayli deyishdi. Ular bu so'zni xonga ma'lum qildi. Xon farmon qilib, "Men mushu yerning to'pisida o'tirman. Agar Mirza Abubakir yetib kelsa, bir o'qni qal'a tarafga, bir o'qni Mirza Abubakir tarafga ataman. Taki mushu yerda o'lsam o'lmanki, buningdan boshqa hech qanday yerga bormayman. Boshqalar nimani xolsa, o'zining ixtiyori" dedi. Amirlar xondan bu so'zni anglab, hammasi adab tizimini yerga qo'yib arz qildi. Agar 1000 jinimiz bo'lsa-mu, hammasi xonning oyoq ostidagi tuproqqa fido bo'lsin. O'z vujudini xonning sharaflik vujudidan yaxshiroq ko'radigan, o'zining xalosligini xonning xalosligidan a'lo biladigan qanday himmatsiz ekan u. Ular shundoq deb hammasi xo'shal-xuram laqma ishiga kirishib ketdi. 6-cı kuni Palak podshohi Quyosh g'olibiyat va baxtiyorlikning oltin bayrog'ini ko'tarib, olamni yo'riq va ro'shan qildi. Tong saharda xon o'zi otga minib, har qaysi mo'ljallar qiladi. Xon ko'ngillarni moyil qiluvchi so'z go'harlarini amirlar va lashkarlarning tirishchanlik quloqlariga soladi. Jon dil bilan tirishchanlik ko'rsatayotganlarga nurg'un va'dalar bilan mehribonliklarni yetkazadi. Susluq va beparvolik qilayotganlarga siyosat qamchisi bilan urib adab beradi. Xon shu yo'sinda qal'a atrofini aylanib, tog'amning mo'ljariga yetib keldi. Shu asnoda qal'a ustidan bir kishining chaqirgan ovozi anglandi. Quloq solgan edi, u kishi Seydu Muhammad Mirzaning mulozimlaridan bir kishi kelsin, aytadigan so'zim bor deb atadi. Shunga biraylarni avatdi. Uning sepil ustidagi kishi Kokuldash Mirza Ali Said Bahadır bu yerda bo'lsa, shu kishi kelsin dedi. Shuningdan keyin uni avatdi. Bir pasdan keyin Ali Said Bahadır qaytib kelib mundaq bayon qildi. Amin Daruga mundaq deb atadi. Seydu Muhammad Mirza Abubakir Mirzaning qarindoshidir. Men ota-bobomdan tortib ularning chakar va xizmatlarining pushtiman. Gerçi 40 yıldan beri Mirza Abubakir'den ve can vahimisinden birdemmi amallık tapalmagan bolsammu, lekin 3 aydan beri tuz haqqini deb jinimni alqınımga elip tirishvatman. U qanchaligan amirlarni o'ldirdi. Qolganlarni xilma-xil azap oqibatlarga duchor qildi. Ba'zilarini aqti qildi. Ba'zilarining qo'l-putlarini kesdi. Ba'zilarining ko'zlarini ko'r qildi. Demak, har kimni bir balo qazoga mubtalo qildi. Onun bunda qilmishlarini ko'rib turibmi, yana tuzni halol yeyishning shartlarini to'liq ado qildim. Endi pichoq so'ngaki yetdi. Agar piqir qo'llarining gunohini abu qilib jon va melimga amonlik bersa, iltifot va inoyatlar bilan izzatlasa, Seydu Muhammad Mirzani kepil bo'lishga buyurishsin. Men qal'ani topshirib berib, o'zim mulozimlar qatorida ashu palak kabi yuksak dargohning xizmatini qilaman dedi. Seydi Ali. Bu isim qo'lyozmada boshqa Ali Said deyilgan edi. Boshqa nusxalarda mu Ali Said deb ilingan. Bu yerda yuqorqidek ilinibdi. Amin Darug'aning bu so'zni xonning sharafli quloqlariga yetkazgandan keyin xon xo'shal-xuram bo'lib Said Alini yana avatdi. Xon, farmon shuki, iltimosingni qabul qildim. Har qanday murod maqsading bo'lsa, uningdan necha hassa ziyoda iltifot va inoyatlar bilan seni aziz qilaman dedi. Said Ali bu xush xabarni Amin Darug'aga yetkazdi. 47. bob. Mirza Abubakirning taliyi yenib, hamma ishlarning ziyonga yuzlanganligi va shuningga munosabatlik dastlabki voqealarning bayoni. Bilish kerakki, Mirza Abubakirning mundaq odati bor edi. U rangarang mushkul qoida tartiblarni tuzgan edi. Agar bir kishidan ashu tartib jihatda ozroqli xatolik sodir bo'lib qolgudek bo'lsa, uni o'ltirishdan boshqa ishga rozi bo'lmaydi. Uni o'ltirgandan keyin yana bir jamoatning qasdiga tushadi-da, uning narsida bolalari va homildor ayollarini tirik qo'ymaslikqa o'z-o'ziga qaror qiladi. U jamoatdan har qaysini cho'ngidan toki sut emadigan bolalargacha har birini shundoq azob oqibatlarga duchor qiladiki, ular har kuni o'limni 1000 qitim orzu qiladi.
Qısqасы, Mirza Ababekirning bu xil qilmish atmishlari yuqoridami bayon qilib o'tilgan edi. Bu to'liqlamadan maqsad shuki, Mirza Ababekir oxirgi chog'larda butkul askar va lashkari ishlarni Mir Valiga topshirdi. Barliq mulkiy va raiyat ishlarini Shohdona Kokuldashga topshirdi. Hamma amirlar orasida eng ulug'i va ishonchligi mushu ikki kishi edi. Shunga bu ikkalan ko'pdan ko'p tirishchiliklarni ko'rsatib, mamlakat intizomiy va hukumat ishlarini kamolatga yetkazgan edi. Yuqorida tilga ilib o'tilgandek, Mir Vali Aqsu va Mo'g'ulistondan Mo'g'ul va Qirg'izni shu qadar tozalavatdiki, Qashqardan 2-3 oylik yiroqlikdagi joylarga Qirg'iz va Mo'g'ullar kelolmaydi. Butkul Mo'g'ul Chalish va Turpanda orom topgan edi. Qirg'izlar Issiqko'lning u tarafiga o'tib ketgan edi. Yana Farg'ona viloyatidan O'zkent, O'sh, Madu, Chagrak, Andijonning yuqori qismi qatorliq mo'tabar yurtlarni to'liq tavallikka kirgizgan. Qayir tegin va Badaxshan atroflarining ko'p qismini ishg'ol qilib tizginlagan. Beldur va Tibet chegaralaridan toki Kashmirgacha bo'lgan joylarning hammasini o'ziga tava qilgan edi. Bu ishg'oliyatlarning hammasi Mir Valining tirishchanligi va sababkorligi bilan qo'lga kelgan edi. Tutluq urushidan ilgari tog'am Seydu Muhammad Mirza Mir Vali bilan ko'rishishni taqozo qildi. Uning bilan ko'rishib sulhi va maslahatni orqa solmoqchi edi. Bu xabarni anglab Mir Vali ko'nglida bular tanglik va ilojisizlikda qapti. Balkim bir yiqilishish bilan Seydu Muhammad Mirzani tutib, Mirza Abubakirning oldiga ilib borsam, hech xizmat buningdan ulug' bo'lmas. Mirza Abubakir mendan ko'p xursand bo'lur degan ham tamaga tushdi. U mushu umid bilan ko'rishishga rozi bo'ldi. Ikki saf orasida bir o'rin hozirlandi. Hozirlangan o'ringa har ikkala tarafdan ikkalan bir necha kishi bilan birga kelib ko'rishdi. Tog'am amirlar orasida Mir Valiga xitob qilib, bir qancha sulhi aralash gaplarni orqa soldi. Ondan tog'am Mir Vali bilan kelgan amirlarga qarab, "Mening Mir Valiga bir qancha so'zim bor. Sizlar qo'pinglar" dedi. Shuningdan keyin amirlar qo'pib chiqib ketdi. Mir Vali tanho qoldi. Tağam bayatın əmirlərinin aldıda aytqan Mirza Abubakirdən şəfqət iltimas qilish məzmunidagi sözlərini yana bir qitim təkrar etdi. Bu söz tugaganddan keyin har qaysi o'z manzillariga yenishdi. Bu vaqadan keyin tutluq urushi bo'ldi. Bu urushdan keyin Mir Vali bilan hamroh bo'lib borgan amirlardan palon yerda Seydu Muhammad Mirza bilan Mir Vali ko'rishdi degan so'z Mirza Abubakirga anglandi. Mirza Abubakir amirlardan ko'rishganda nima so'zlar orqa tushdi deb so'rdi. Amirlar tog'amning degan so'zlarini bayon qilishdi. Ondan yana bizning oldimizda Seydu Muhammad Mirzaning degan so'zlari bumushu, keyin bizni qo'pirib etib, xilvatda bir muncha so'zlarni qilishdi. Uni anglamadik, nima deganligini bilmaymiz dedi. Mir Vali tutluq vaqasidan keyin Mirza Abubakirning huzuriga qaytib keldi. Mirza Abubakir uningdan Seydu Muhammad Mirza xilvatda sana nima gaplarni aytdi deb so'radi. Mir Vali tog'amning aytgan har bir so'zni to'liq bilan bayon qildi. Mirza Abubakir bu so'zlarni amirlarning oldida oshkora debdikan. Yana xilvatda mushu so'zni takror qilishning sababi nimadir? dedi va buningdan ortiq hech nima demadi. Lekin shuningdan boshlab bu Seydu Muhammad Mirzaning xilvatda degan gaplarni menga aytmadi. Ehtimol Seydu Muhammad Mirza bilan birlashib, mening qasdimga tushgan bo'lsa kerak deb gumon qilib, Mir Validan cho'chishga boshladi. Shuningdan keyin Mir Valini barliq tavobatlari bilan tutib qozoqqa soldi. Ularning ba'zilarini oqti qildi. Hamroh bo'lib borgan amirlarga-mo sizlar nimishqa qo'pib chiqib ketib, uningga xilvat hozirlab berdinglar deb gunoh ortib, hammasini noqo qildi va ularning har biriga turli azob oqibatlarni soldi. Bet kishi kim oning baxti bo'lsa siya, na ishga qadam qo'ysa bo'lg'ay taba. Chu yuz qo'ysa har qayon her yan qazavu qadar xiradmandal bo'lg'usi ko'rukar. Mir Vali ana shundaq balo qazaga duchor qilindi. Bu ish Mirza Abubakir davlatining zavolligiga yuzinishga sabab bo'ldi. Yana Shohdona Kokullash mamlakat, raiyat, xazina va iqtisodga mas'ul edi. U o'z ishida tirishchanlik va astoydillikni kamolatga yetkazgan edi. Shundaq ishlarning biri shuki, u qo'yni shu qadar ko'paytgandiki, son-sanoqsiz haddu hisobsiz tashqari edi.
Qashqar fathi qilinganda Peqir Muhammad Haydar yeshim kichik bo'lg'achqa dunyoviy asboblar va mol-mulk, boylik deganlarga ko'ngil qo'ymagan edim. Shu sababdan o'lja g'animat elishqim qiziqmadim. Shundaq bo'lsa-mu, qo'yning to'lliqidan menga 15 ming qo'y tegdi. Ehtimol u chaqda mendan azroq o'lja olgan kishi yo'q edi bo'lg'ay. O vaqtda Mirza Ababakrning mollarini o'lja elishda mayli xonning o'z lashkari bo'lsin yoki xonning lashkarlariga qo'shilgan Mirza Ababakrning lashkarlari bo'lsin va yoki Qashqar viloyatining puhrolari bo'lsin, hammasi teng barobar edi. Mushundangdalla qanchalik mol-mulklar yig'ilganligini qiyos qilishga bo'ladi. Buningdan boshqa yana mol chorva, bog'varan, ziroat va xazinalar yuqorida qisqacha bayon qilib o'tilgan edi. Mushunchavala narsalarning hammasi bir kishida bo'lishni aql qabul qilmaydi. Bularning hammasi Shohdana Ko'kuldashning tirishchiligi bilan yig'ilgan edi. Mirza Abubakir Mir Valiga zarba bergandan keyin Shohdanadanmi xavfsirashga boshladi. U Shohdanning ko'ngliga Mir Vali martaba jihatda mendan yuqori edi. Uning bundaq zarba berdi, meni bir balaga duchor qilg'usidir degan andisha tushgan bo'lishi mumkin. Shunga u mendan vahima qilib qasdimga tushishi mumkin deb gumon qilib, bu vahima bilan Shohdana Ko'kuldashni tutib qamoqqa oldi. Holbuki bu xil gumonlar na Shohdananing, na boshqa xaloyiqning xiyoliga kirib chiqmas edi. Shohdana Ko'kuldashqa: "Sen xazinaga ilingan asliha va mol-mulklarni to'liq yig'mabsan. Mo'ljallangandan kam chiqdi" deb gunoh otdi. Divanxonada uning soqilini butunlay yuldirdi va oqti qildirdi. Jarohati saqaygandan keyin uni Qozoqda ishga soldi. Mir Vali bilan Shohdananing o'rniga ikki yaramas va pastkash kishini tayinladi. Mol-mulk va aslihalar Shohidaning vaqtidagidan ko'proq yig'ilg'ili turdi. Ammo lashkari ishlar ziyonga va nuqsonga qarab yuzlandi. Chunki Mir Valida qobiliyatli sardardan necha yilda biri vujudga keladi. Shu vaqa asnosida xonning Andijondan Qashqarga qarab yurish qilganligi xabar anglandi. Shunga Qashqar qalasini 7 kun ichida bino qildirdi. Bu vaqa yuqorida bayon qilib o'tildi. Ondan yana xonning Qashqarga 7 kunlik yiroqlikdagi Otbashi degan joyga yetib kelganligi haqida xabar keldi. Mirza Abubakir bu xabarni anglab Qashqardan Yangisarga bordi. Yangisar qalasiga oziq-tulik va harbiy aslihalarni haddi hisobsiz ko'p to'ldirib berdi. Hamda bir necha kishiga to'liq ishonchisi bor edi. Ularni Yangisar qalasiga qo'ydi. Ular Amin Darug'a, Jon Hasan Qarliq, Qo'li Itarchi, Ajmakka Axta, Jonibek Axta, Mir Vali, Shohdana va Muhammadbek qatorliqlar edi. Gerçi u bulardan ba'zini o'zi qardan chiqargan bo'lsa-mu, bu qitim har qaysiga to'liq ot yaraq berdi va agar sizlarning yana ixlos va itoat ayon bo'lsa, sizlarni qayta iltifot bilan parvish qilaman dedi. Shu asnoda xonning to'shkiga yetib kelganlik xabari yetib keldi. Shunga bularga bir necha vasiyatlarni qilib o'zi Yorkentga mangdi. Yangisar xalqiga men Yorkentga berib lashkar boshlab kelaman deb va'da berib Yorkentga ketdi. O Yorkentga kelgandan keyin lashkar tarbiyalashga kirishdi. Ot, qurol-yarog', mol-mulk va boshqa aslihalar to'lib teshib turadi. Ustod Abdal Shayx kamolatga yetgan ustalardan bo'lib, hamma ish va turli hunarlarda tangdossiz edi. Mirza Abubakir Abdal Shayxni Mir Valining va Shohdananing o'rniga tayinlagan edi. Peqir Abdal Shayxdan anglagan edim. U Mirza Abubakirning jabaxonasida 60 ming jaba deb ataldi. Tömürden to'qib yasalgan urush kiyimi, savut va 12 ming kechim. Xanzucha nashrga asosan to'liqlandi. Muharrirdan bor edi, degan edi. Boshqa asbob va aslihalarni mushuninga qarab qiyos qilishga bo'ladi. Gerçi uning qurol-yarog' va aslihalari shu qadar haddi hisobsiz bo'lsa-mu, lekin sipohlarni tugashtirib bo'lgan edi. Puhralar ichidagi höpügerler, bağvanlar ve dehqonlardan tanlab tarbiyalanyapti. Ular ichidan qaysi askarlikda yaxshiroq bo'lsa, uningga bir at qo'yib 100 yoki 200 kishiga sardor qilgan edi. Askari ishlarda naqsroq bo'lganlarni yakki lashkar qatoriga elib, ularga ot va qurol-yaroqlar beradi. Beyt. Yillar o'tgaykim yetib tashiga quyoshidan tarbiyat bulg'usi la ili badaxshan yoki haqiqiy Yaman.
Neçe ayda Abu Gül'dün penbadana üngüsü şahidağa hulla bolğay ya şahidağa köfen. Küller ötkey taki püşti mişidin bir muşti peşim. Zahidiğa xirqa bolğay ya himarağa resin. Qaranlar bolğay ki ta bir gödeki tabi salim alimu dana bulur ya şairi sahip suxan. Ömürler ötkey ki bu gerduni gerdan bir kecha aşiqiga basil bergey ya garibaga vatan. Bütkül ömürni askeri işler bilen ötküzgen nurgulgan kişiler var. Şular içinden payda bolğan yüreklik er yüzge yetmeydi. Ulardan serdarlık mertebesiga yeterleydiganları ya çıqalaydı ya yok. Bolupmu ömrü içinde çömüş destisinden başqasını qoluga elip bakmagan kişiler derhalla şemşer destisini qandaqmı tutalısın? Beyt. Uruş gününün heybeti sefke salur rus taxis. Mert ilkin sindurur qabirai şemşeritiz. Fellahun işçiге taş silip atıdığan qoral. Da taş etip ziraatın quşqaş ürkütüp yürgen kişiler kamanның kirichini demallıqqa qandaq tutalaydı ve düşmenge qandaq oq atalaydı. Beyt. Kerektur kemandar bolsa keman bilip tardiban oqni qılğayravan 30-40 yıl çekse rencu adam kemanu kemandar bolğay baham. Daim arpa buğday terişten başqa hüneri ve lobiya baqali. Baqla dadurning xiyaldan başqa fikir xiyali yo'q kişiler bu zamanda memleket tedbiri ve leşker tertibini qandaq o'rinlashtiralısın. Beyt. Ramuzi mülkü jahandarlıqni bilgüsi şah. Gada bu ramzi nihanda niçik bulur agah. Onun adamının toluluqının hiç kem kütüsü yok. Ama haqiqiy adam kem idi. O leşkeri əslərlərinin ve qoral yaraqlarının toluq ve toluluqıdan memnun idi. Ama leşkerleri serdardan ayrılgan idi. Beyt. Şu mert ölüm masa herbe bikardır, ki cisim içire can yoksa bikardır. Adatdaki puhralar ve bazarçılar esil ve yügürük atlarga minip altın yaltılgan uruş kiyimlerini kiyip özlerini dangdar serdarlardek bulduk, dep guman qilishibdi. Şicaat ve merdanlikni oңay ve asan çağlaptı. Beyt. Ne her kişiге kiyer kej kulahu tündü yürür, kulahdarı yu ayini serveri ne bilir. Qısqısı Mirza Abubakri muşundaq leşkerlerini toplap katta qo'shin bilan Yarkentdan chiqdi ve 2 farsang yerga kelib tushdi. Ondan leşker işçiden necha kishini ilg'ab avval yo'lga soldi. Ular kelib Qizilda Hoji Ali Bahodir bilan uchrashdi. Yana yuqorida aytib o'tilgandek, Yangisar qalasiga laxmi qizib turgan vaqtda Hoji Ali Bahodirning odamlari bir kishini xonning huzuriga ilib keldi ve u kishi qiyin qistoq ostida o'ldi. O kişi mu rast sözlegen idi. Çünkü o Mirza Abubakir Yarkentdan chiqib 2 farsang yerga kelganda qaşqan idi. Körgenlerini aytib şu söz bilan o'ldi. Al-Qissa. Mirza Abubakir Yarkentdan 2 farsang yiroqdagi yerga kelib tushgandan keyin lashkarlarni bir yasal qoldirib ko'rmoqchi bo'ldi. Lekin har qancha urinib baqqan bo'lsa-mu, yasal tuzalmadi. Çünkü bular yasal saplarni go'yo xoman haydanganga o'xshash ish deb gumon qiladi. Tuğni oturdu tutup turup onun etrafında çörgülüşetti. Oğunu soldan solunu oğundan farqlandırılmaydı. Atları çaqqallık ve şaşlık kılsa olar gah atının boynuğa gah sağrısı düşüp kalattı. Ve can vehimsi düşüp atının tizginini çıngtatıp atını toxtattı. Bir kısımları atını kamanını bir yerge, oğunu yeni bir yerge taşlap özünü yerge taşlaydı. Mirza Abubakir öz leşkerinin bundaq çaqqallıqı, çevandazlıqı, kamandazlıqı ve mergelikini köydü. Buningdek leşker bilen qoğun uğurlaşqa berişmi xatarlik deb ümitsizlendi ve mağlubiyetin xavfsirab meyislendi de qaytib ketib qechishning xiyoliga tushdi. Shu asnoda xonning Yangisarni ishg'ol qilganligi xabari anglandi. Qashqar xalqi bu gapni anglab, bularmi Qashqar qal'asini tashlab ketib qolgan edi. Bu xabarni anglagandan keyin Mirza Abubakirning o'ri turg'idek majoli qolmadi. Beyt. Ne hoşudur qutulmak qaçıp baş alıp, ne sud ölseki pəhlavonlik qilib. Mirza Abubakir ishning qo'ldan ketganligini ve qechish vaqti kelganligini ko'rdi. Shu hamon xazinaga kirdi de esil to'qilma, nafs modda, guhar yaqut, puruza qatorliq javharat,
oltin, kumush, har xil naqd pul va boshqa boyliqlarning hammasini elib, mamlakatdan iborat bu kelanchakni 3 taloq qildi. Yarkent viloyatini cho'ng o'g'li Jahongir Mirzaga topshirib, o'zi bedar ketdi. Misra. Yo'qdir yana kelmikinki ketding. Jahongir Mirza butkul umr bo'yi bulung pushqoqlarda qo'rqinish va andisha bilan kun o'tkazgan edi. U hukumat ustida o'ltiribla tuzum va intizomlari buzilgan mundaq mamlakatni qandoqmi tartibga sola olsin? Shundaqdimi, u shu qadar tirishchanlik va himmat ko'rsatdiki, otasi ketgandan keyin 5 kungacha saqlab turdi. Otasining xeyli yiroqqa uzab ketganlik xabar keldi va xon lashkarlarining yaqinlashganligi dag'dug'isi anglandi. Shuning bilan u xazinadan qudratining yetishicha mol ashyolarni oldi, qolganini xaloyiqqa umumiy buyruq tushirib, har kishi xohlagancha olsin deb farmon qildi. Mo'g'uldan vahima va qo'rqinchisi bor kishilar Jahongir Mirza bilan birga qochdi. Qolgan xalq g'azada qolgan mol ashyolarni elishga boshladi. Hammasini buzib chechib isrof qildi. Jahongir Mirza ketib 4 kundan keyin Hoji Ali Bahodir 300 Xanzucha nashrda 3000 deyilgan muharrirdan kishi bilan Yorkentga yetib keldi. U Bahodir kelib 2 kundan keyin xon yetib keldi. Bu vaqa patiqinda bayon qilingusi. Al-Qissa Jahongir Mirza Tibet yo'lining chegarasi yo'lga bo'lgan Sanjuga bordi. Mirza Abubakri Yorkentdan chiqib Xotanga bordi. U Xotanda turishnimi muvaffaq ko'rmay qorong'u taqqa yetib borgan vaqtda keynidan Mo'g'ul lashkarlari yetib bordi. Mirza Abubakir yo'lning tor ekanligini, muncha ig'ir yuk bilan qechishning mushkul va imkoniyatsizligini ko'rdi-da, shuning bilan o'tni ko'ydigan to'qilma buyumlarning hammasiga o't qo'ydi. Mirza Abubakirning xazinachilaridan anglashimcha 900 qichirg'a yoki 9 qator qichirg'a butunlay diba, kimxob va tatilla kiyimlar yuklangan edi. Ularning ko'pinchisiga Farangning, Xitoyning va Rumning oltin ishlatilgan esil matolari bor edi. Ko'pincha oltin zinnatli kiyimlarga butunlay guhar yoqut, marvoyitlar bilan bezak va zinnat berilgan edi. Bularning hammasini ko'ydirdi. Oltin kumush qochilar, yosidoq oltin tojlar, xurjullab olgan tilla, rik, qum oltinlarning hammasini qorong'u tog' ichida eqib turayotgan oqqosh, ya'ni Yo'rinqosh daryosiga tashladi. Topchoq ot va qichirlarni o'ltirdi. Ondan Tibet yo'liga qarab yurdi. U Tibetga bordi. Mirza Abubakir Tibetda tayyor qildirib qo'ygan qal'alar va ozuqlarning hammasini xalq tashlab taraf-tarafga chechilib ketgan edi. Tibet kuparlarimi itoatdan chiqqan edi. Shu sababdan Tibetda turishga amal topolmadi. Bu ta'tir palak jafo mushaqqat daryosini to'lqinlatsa, Xudo saqlasinki, har qancha qilgan bilan tutib olsa, nijotliq sohilga chiqib olgudek biror parcha taxtaymi qo'lga chiqmaydi. Qisqasi Mirza Abubakir 48 yil muddat ichida butkul tirishchanligini mol-mulklar uchun sarf qildi. Beyt. Qora qildi noma qilib qilla filla shar. Yo'q irdi gunohin putuguncha yer. U shu qadar ko'p mol-mulklarni yig'diki, uni bayon qilishga qalam ojizdir. Beyt. İdi fikri olamda qilmoq maqar, ketarning g'imidan idi bexatar. U garchi ko'rinishda oxiratning gaplarini qiladi. Oxiratning orzusini qildigandek edi-yu, lekin amaliyotda qilgan har bir ishi bilan go'yo o'ziga do'zaxdan bir darvozni ochib, jannatdan bir ishni yapadi. Mirza Abubakirning qabih qilmishlari va razil ishlarining dalil va misollari yuqorida bayon qilib o'tilgan edi. Demek şu xil qilmish etmişlerinin şumluqi ahir mushundaq natijani berdi. Uning ishlarinin ahirini va ko'radigan oqibatini mushundaq holatda yetkazdi. Oqibatda Tibetda turishning chorasi va ilojisi qolmadi. U hayotlikdan bezor bo'lib, o'limni orzu qildi. Billa ko'shganlarni va ahli ayollarni Tibetda qoldirib, o'zi orqaga yenishni qaror qildi. U mundaq dedi: "Men xonning huzuriga boraman. Uning meni qahri zahri bilan o'ldirdiganligi aniq. Agar shundoq ahvol yuz bersa, mening jasadimni otamning Go'ristonda dafn qilinglar. Men Saydi Muhammad Mirza va Muhammad Haydar Mirzalarga tuqqanlik haqini ado qilmagan bo'lsam-mu, lekin umidim zo'rki, ular sizlarga siyla rahim qiladi. Agar ular bir maqsad va bir taqdir bilan meni o'ldirmasa, biror chora tadbir qilarman.
u shundoq vasiyatlarni qilgandan keyin zimiston qishning o'tirsida Tibetning xonning huzuriga qarab mangdi. O'tir yo'lga kelganda uning oldiga bir muncha mulozimlar uchirdi. Ularni tog'am Tibet xalqi Mirza Abubakrni tutib avatsin, agar tutib avatmasa Tibetni ostin ustin qilamiz deb vahima silib Tibetga avatgan edi. Mirza Abubakr ular bilan uchrashgandan keyin ularning ahvolini so'radi. Ular bizni sizni taklif qilib elib kelishga buyurdi deb bir qancha yolg'on va'dalarni isor qilib to'liq tasalli berdi. Mirza Abubakr bunga ishonmadi va mundaq dedi: "Mening sizlarga iltimosim shuki, meni xonning va Sayyidu Muhammad Mirzaning oldiga salomat elib beringlar. Har nima qilsa shular qilsin." Ular boshda degan so'zni takrorlab nurg'un mubolag'alarni qildi. Kun kash bo'ldi. Xuftan namozini ado qilgandan keyin Mirza Abubakr uyquga ketdi. Uyqu o'limga yaqin degan maqol uning ahvoliga mos keldi. Mirza Abubakr g'aflat uyqusida uxlayotganda bu kishilar uning beshini kesib xonning huzuriga elib borsak, katta xizmat ko'rsatgan bo'lamiz deb maslahatlashdi-da, uning beshini kesdi. Gerçi Mirza Abubakr o'limga loyiq bo'lsa-mu, ammo bu kishilar uning tuzini yegan mulozimlar edi. Tuz haqqini saqlamadi. Mushundaq vafosizlik, tuzko'rlik va harom tamoqlik qildi. Bu voqeaning tafsiloti pat yaqinda bayon qilinadi. Bular Mirza Abubakrning beshini kesib yorkantga yandi. Cho'ng kichik hamma zulm tatquchilar uning kulfatlaridan qutuldi. Beyt. Ondaq o'lganlikim qutulg'aysan xaloyiqdan tamam. Hayf agar o'lsang qutulduq desa sendin xasuam. Yani shundaq aytildiki, odilning o'lganligi yaxshilarga o'lim, yomonlarga hayotlikdir. Zolimning o'lganligi yomonlarga o'lim, yaxshilarga hayotlikdir. B. Zolim chu ketdi, qoldi yomon odi paydor. Odil gar o'ldi, yaxshi odi qoldi yodgor. Qarunki o'ldi, bor idi 40 uy xazinasi, Nushirvanni o'ldi dema, yaxshi odi bor. Rubai. Hech kimga bu dahri dun vafo aylimagay. Hargiz kishiga g'ayri jafo aylimagay. Gar kelsa qo'lingdan algasan yaxshilik et, bu dahr yomonlik etgili arsimagay. To'g'ri yo'lga ega bo'lgan kishi har qanday ishga inchiklik bilan nazar soladi. Ular foydali ishlarga qadam qo'ydi va uningdan to'liq tajriba hosil qiladi. Yaxshi ishlarga yuzlandi. Dünya va din uchun ayib nuqson keltirgan ishlardan ehtiyot qilishni va o'zini tortishni zarur deb biladi. Shu orqali bu olamda yaxshi nomga, oxiratda nijotlik va yuqori martabaga ega bo'ladi. Rubai. Sendinki ey larzada bu ahli jahon. Eylar idi qo'llig'ingni har xurdu kalan. Bu vaqtda vahatakin tamaul qilkim ul aysh ila ishratin qayandur bu zaman. 48. bab. Qashqarning ishg'ol qilinganligining bayoni. Yangi Sarning qanday ishg'ol qilganligi yuqorida aytib o'tildi. Uningdan keyin Qashqarni ishg'ol qilish fikrlari qilinayotdi. 3-kuni xabarchi yetib keldida, Qashqar ahli shaharni tashlab, hammasi taraf-tarafga qochib ketdi. Shahar xoli qoldi degan xabarni yetkazdi. Shunga xonning muborak ko'ngli Qashqar tarafdan to'liq xotirjam bo'ldi. Shuningdan keyin davlat ayg'ini g'alaba Nusrat o'zangisiga qo'yib, yorgan tarafga qarab yuzlandi. To'liq Nusrat va baxt saodat bilan ilgirladi. Oldida Hoji Ali Bahodirni mangdirdi. Beyt. Ki junbashiga keldi zaminu zaman, magar kim zamin bo'ldi chun osmon. Jahonni qora qildi gardan sipa, emas irdi xurshid payda nama. Yangi Sardan yurganda dastlabki manzil sayliq. Xanzuchi nashrda satliq deyilgan muharrirdan edi. Shu yerga kelgandan keyin bu g'olib qo'shin lashkarga qurib to'xtadi. Shu kuni Mirza Abubakr Yorkandni o'g'li Jahongir Mirzaga topshirib, o'zi Xotanga ketdi degan xabar yetib keldi. Bu xabar anglangandan keyin qo'shin nihoyat tezlikda ilgirladi. Ular Qizilga yetib kelgan edi. Yana Jahongir Mirzamo Yorkandni tashlab ketdi. Hoji Ali Bahodir Yorkandga kirdi degan xabar anglandi. Demak, tarixning Hijriya 920-yili Rajab oyining oxiri. Hijriya 920-yili Rajab oyining oxiri, milodiya 1514-yili 11-oyning 15-kunlariga to'g'ri keldi.
Xan Yarkentga qadam tashrif qilib, xalliq taxtida o'ltirib, suvdek suzuk tig'larining suyi bilan zulm o'tini o'chirdi. Bu g'albining shodligi bilan zulm chekuvchilar hol tillarida mundoq nido qildi. Beyt. Ey qaddi ziyoyinga shoyista bu shohi qaba. Shohliq tojiga zotingdan yetib zebu baha. Tera eyler idi alemni sitemning zulmeti, salmasa ger lamai teğin cahan içiraziya. Xan şəhərə kirishdən ilgiri Mir Daim Əlini və Bək Muhammedni Xotanның hökumətiga məsul qılıb əvətdi. Hacı Mirza, Sultan Əli Mirza, Qarıqulaq Mirza, Nəzər Mirza, Mir Qəmbər, Mirza Əli Tağay və Bəquli Məkkirit qatarlıq bu 7 sərdar şicaət meydanı Kohi qıpıda goya ki 7 başlıq devidək palvallar idi. Bularni Mirza Babəkrini qoğlab tutuşqa əvətdi. Bular Mirza Babəkrini tezlik bilan qoğlab ketdi. Xanның mübarək xatiri bu mühim işlərdən azad bolğandan keyin köpçülükə rəhmət, ruxsat və amivi yarlıq qılıb, hər kimning olca aldığan xiyali bolsa, berib olca ilişqi məşğul bolsun, deb buyurdu. Şuningdan keyin bütkül leşkerlərdən kimki olca ilişqi mayil bolsa, şu haman yürüb ketdi. Beyt. Həmmə əl ravan buldular kinaha, bolup bar iqbali evni ila. Yəni bəzi əmirlər bar bulub, olca iliş ularning şənik münasib emas idi. Ular xanның mülazimətində qaldı. Xan bu işlərdən xatircəm bolğandan keyin saadət və qalibiyyət bilan Yarkent şəhriga qadam təşrif qılıb, Ərik, işki qildi. Padişahның şəhər içidəki qo'rg'ini yoki sarayıga chiqdi. Ərik üstüdə şu qədər oliy imoratlar bor ediki, hər imoratda neçələgan öy və hujralar bo'lib, uning to'lliqidan aql hayron qoladi. U imoratlarning atrofida nurg'un hujralar bo'lib, uningga Xitoyning nafis matolari, Kirmanning zilchilari, do'bolg'u quyuq, egar to'qim, o'qiya və padişahlarga keraklik asbob aslahalarning hammasi to'lib teshib turadi. Mirza Abubakir ularni bu yerga yo'shirib qo'ygan ekan. Bulardan hech kimning xabari yo'q ekan. Qolganini Jahongir Mirza qudratining yetishicha elib, qilib qolganlarni o'zi bor vaqtida xaloyiqni talon-taroj qilishga qo'yib bergan ekan. Butkul xaloyiq umumiy talon-tarojga kirishdi. Ular toki Hoji Ali Bahodir yetib kelguncha talon-tarojga mashg'ul bo'ldi. Hoji Ali Bahodir yetib kelgandan keyin talon-tarojdan eshib qolgan narsalarni muhofazat qilgan edi. Xon Hoji Ali Bahodirdan 7 kun keyin yetib keldi va xonmo umum xaloyiqqa talon-taroj qilishga ijozat berdi. Naq pul va qimmatli buyumlar xon kelishdan burunla talon-taroj qilinib bo'lgan edi. Qolgan ashyolar uy va hoylarda to'lib teshib turadi. Mirza Abubakirning mol-mulklarini toki 2 oygacha talon-taroj qilishdi. Yanla ko'chalarda va uylarda savut va mol-mulklar to'lib bo'lib, xalqqa uni ilishga fursat yo'q edi. Beyt. Baqadri zarurat kerak malu genç. Zaruratdan ortiq erur darduranich. To'la ozidan sen vafa isteme, bu veyrana ichra baqa isteme. Agar mali qorun qo'lingga kelur, yegandur sening o'zga jumla qolur. Kunikim jahondan qilursan hiram, ketarsan bulur mal tarajiam, bulur xalq malın beyla kamyab, sanadur verlikin hisabu azab. Shunda qilib Mirza Babakri o'zining 48 yil ichida bar mehnat, hamma mushaqqatlar bilan yig'ib, bexillik va xasislik bilan saqlagan bu mol-mulklarni oxir 100 ming hasrat va nadomatlar bilan tashlab ketdi. Xon bularning hammasini birdamda bir ig'iz so'z bilanla talon-tarojga berdi. Xaloyiq u mol-mulklarni 2 oy ichida pak-pakiz yig'ishtirib tugatdi. Ilgirkilarning baxtiyor kishi shuki yeb o'ldi. Baxtsiz kishi shuki yemay qo'yib ketdi. Deganidek ish bo'ldi. Beyt. Ancha ul umr ichira samon ayladi, laksai ani perişan ayladi. 2-3 aydan keyin har tarafga tarqagan lashkarlar g'animatlar bilan salomat yetib keldi. Ular har qaysi topgan o'ljalarni peshkash qilib elib keldi. Ammo xon xalqning ko'nglini elish uchun uni Mo'g'ul odati bo'yicha shu lashkarga taqsim qilib berdi.
Qarang'u tağdan yenip kelgan ba'zi amirlarning elib kelgan peshkashlari Pekinning xotiramda bor. Ular oltin kumush jabduqlar va qochquvchilardan boshqa yana Andijon patminida bir patman tilla rik peshkash qildi. Andijonning bir patmini 64 chorak. Har choragi 400 misqaldir. Boshqa ashyolarni mushiningga qarab qiyos qilmoq kerak. 49-bob. Mirza Babakrining keyindan qo'g'lab qolgan amirlar ahvolining bayoni. Xon 9 amirni Xotanga mangdirib, ulardan ikkisini Xotanning hukumiga mas'ul qilgan va 7 amirni Mirza Babakrini qo'g'lab tutib kelishga avatgan edi. Bular qattiq tirishchanlik ko'rsatib, tezlikda yurib Xotanga bordi. Butkul Xotan ahli amirlarning istiqboliga chiqdi hamda xazinlardagi va omborlardagi barliq mol-mulklarni, chorvalarni amirlarga topshirdi. Amir Doim Ali va Mirak Muhammad buyruq bo'yicha Xotanda qilib, mamlakat va ra'iyatni idora qilishga mashg'ul bo'ldi. Qolgan 7 sardor Qarang'u taqqa qarab, go'yoki 7 boshliq devidak yurib ketdi. Ular Qarang'u taqqa yetib kelib ko'rdiki, Mirza Babakri Qarang'u taqdan o'tib ketgan. Uni qo'g'lab yetishning amali qolmabdi. Ammo barliq mol-mulk va xazinlarni tashlab ketgan edi. Ular ko'rdiki, to'pchaq otlarning har biri beit. İdi bad raftaru hamun neverit. Bahadurga yar irdi rozi neberit. Ki javlan qılur irdi meşuğedak. Yetelmez idi bad itib tez eten. Moşundaq yaxşı topçaqlarının həmmisi öldürülüp taşlanğan. Ölüknün tolluğudan yol tosulub qalğan idi. Mal-mülk matalarını və altın kümüşlərini yüklep mangan qıçırlarını mı qoymay öldürgen edi. Bunun aniq sani xatiramda qalmabdı. 900 qıçır yoki 900 qatar qıçır bo'lsa kerak. Ular bu yerga yetganda ko'rdiki, esil matalar va ignelarga o't qo'yib etib ketibdi. Bu yerda necha hamon kul hosil bo'libdi. Ular bu kullarni oqtirib oltin bezakli kiyimlar va oltin ishlatib qo'qilgan matalardan ayrilib, kul ichida qolgan oltinlarni tepib edishdi. Qarasa Javaharlarni butunlay kuydiribdi. Ammo yoqut hech qanday o'zgarmabdi. Firuza qora bo'lib qopti. Uning aslidagi rangi mutlaq qolmabdi. Lail parcha-parcha bo'lib ketibdi va rangi mo bekla o'zgarib ketibdi. Marvoyit butunlay kuyib kul bo'lib, kuldan hech farqlantirib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Bejoda qizil rangli bir xil go'har tosh. Ning rangi mo bekla o'zgarib hech go'zallik qolmabdi. Shunda qilib amirlar kul oqtirib bo'lgandan keyin Qarang'u tog' ko'rigining ustiga bordi. Ko'rdiki, xurjun bilan daryoga tashlangan tillallar suvning tagida sho'la chechib turibdi. Oltin kumush qochilarmi suvning qarida go'yoki oydek jilinib turibdi. U qochilarni va tillallarni elishga shuncha urinib baqdi. Qarsa u yerga suv egiz tosh ustidan tushib, yush urib oy qaynab turibdi. Odamzotning u suvga kirish imkoniyati yo'q. Shuningdan keyin har kishi birdan uzun yog'och topdi. Yog'ochning uchiga qo'llab bekitdi. Ondan necha yog'ochni bir-biriga ulab salgan edi, noiti taslikda suvga yetdi. Lekin Mirza Babakri g'aznisini suvga tashlaydigan chaqda kishilarning tillolarni elishi qiyin bo'lsin uchun xurjunlarni yirtib tashlanglar deb buyurgan edi. Shunga bir qancha xurjunni par-par qilib tillarni suvga to'kdi. Ammo xurjunlar butunlay ko'ndin tikilgan bo'lg'achqa uni yirtib bo'lg'icha vaqt qistab qoldi. Intayin aldirishchilik va izdirob tufaylidan qolgan xurjunlarni yirtishga ulgurolmay, ilojisiz shu beticha suv tashlagan edi. Bu voqeadan necha kun o'tgandan keyin amirlar yetib keldi. Ular yog'ochlarni suv tagiga yetkazib, qo'labni xurjunga ilintirib tartatdi. Xurjunlar suvda uzoq turib, chiriklikdan yirtilib, qo'labdan ajrab chiqib ketadi. Ular ichidagi ba'zi kishilarning ta'li o'ng kelib, xurjun yiltilmay tilla bilan chiqadi. Har bir xurjunni bir qichir ko'taradi. Oltin kumush qochilardan tutquvchi borlarni butunlay qo'llab bilan ilindirib oldi. Tutquvchi yo'q qochilarni va xurjunlardan ajrab suvga to'kilgan tillalarni hech qanday amal yo'q. Amal bilan zodi ololmadi. Demak, uning 100 hassasidan bir hassasini bular oldi. Qolganlari suvda qoldi. Shundaqdimi mushu olgan ashyolari bilan hammasi boy va zardorlardan bo'lib, mamnuniyat bilan qaytib keldi. Borganlarning har biri chog'lig'inidan necha hassa ziyoda mol-mulk va boyliqlar bilan keldi.
hozirgacha Moğolning barliq mol asboblari ashu xazinning mevasidir.